Navbatdagi avtomatikamiz Powertech kompaniyasini 530L avtomatika bo'ladi. Bu avtomatikamiz 1 tonna 200 darvozalarga mo'ljallangan. 4 metrdan 8 metrgacha bo'lgan darvozalarni ochib yopishga kuchi yetadi. Korpusi nержавейка bo'ladi. Ochilganda uzunligi 1.60 bo'ladi. Ochilganda xolastoy xod mashina qilib ochiladi. Akkumulyatori zaryadkasi tugab qolsa, stroyniy akkumulyator bo'ladi. 10 marta ochish, 10 marta yopishga yetadi akkumulyatorni. Akkumulyator zaryadkasi tugagan holatda xolastoy xodga bitta ochib, darvoza ochilaveradi. Ochilganda bu umumiy mashina ko'rinishda 1.60 sm bo'ladi uzunligi. Общий qo'yiladi, yana avtorejimga qaytadi. Bu modelimizda yangilangan korpusda keldi. Bular ham korobkaning dizaynini o'zgartirganmiz. Bunda ham xuddi shunaqa korobkada nimalari bor komplektatsiyani rasmlarini qo'shganmiz. Zamok, sensor, pultlarni hammasini qo'shganmiz. Zamogi endi ichida bo'ladi. Shu antivandalniy, protivudarniy zamok. Shu karcher ursa ham hech narsa qilmaydigan. Lampa, LED lampa qo'shimchasi ichiga antenna qo'shtirganmiz. Zdaniyani ichida bitta antenna, zdaniyani tashqarisida bitta antenna. Pultni ushlash masofasi juda ham katta bo'ladi o'shanda. Oldingi partiyalarimizda faqat zdaniyani ichida bo'lardi, shu shitni ichida bo'lardi. Endi zdaniyani tashqarisida ham bo'ladi. Shu lampani hisobiga xavfsizlik datchiklari, sensorlar ichida. Настенный pult, bu ham besprovodnoy, simsiz. Oldingi partiyalar ko'k zakaz qilgan edik. Bu partiya qora zakaz qildi. Detskiy rejim bor, yoqasi ishlaydi, o'chirasiz detskiy rejim. Detskiy rejimli pult bo'lgan. Oldingilarda bo'lmagan. 4 ta qora pult, bitta kozirovka, mashinani kozirovga qo'yadigan postavkachasi. Bu podarka, bonuski. Korobkaning ichida garantiyli taloni chiqadi, servis center nomeri chiqadi. Servis center nomerlarini stik qilib motorlarga yopishtirib qo'yamiz. Plataga yopishtiriladi. Garantiyli talon, servis center nomeri bor. Umumiy ko'rinishi shunaqa bo'ladi.